Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har birimiz uchun nihoyatda muhim yangilikni muhokama qilamiz. Bugungi videomizda hamma uchun dolzarb bo'lgan oilaviy byudjetimizga bevosita ta'sir qiladigan ulkan o'zgarish haqida batafsil gaplashamiz. Yaqinda tasdiqlangan qonun loyihasi yoki hukumat qaroriga ko'ra, endilikda fuqarolarimiz bir emas, balki birdaniga 3 ta nafaqa olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu juda katta yangilik, shunday emasmi? Bugungi videoda kim bu imkoniyatdan foydalana oladi? Qancha miqdorda nafaqa kutilmoqda va eng muhimi, bu yangilik sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirib beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Chunki bugungi ma'lumot sizning kelajagingiz uchun kritik darajada muhim. Kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada foydali kontent yaratishga yordam beradi. Asosiy muammo ochishga yordam beradi. Avval qanday edi? An'anaviy pensiya tizimida aksariyat fuqarolarimiz asosan bitta asosiy pensiya turiga, ya'ni yoshga doir pensiyaga tayanishar edi. Bunday pensiya turi odatda ish staji va ish haqi miqdoriga qarab hisoblanar edi. Ko'pchilik uchun pensiya deganda faqatgina shu turdagi to'lov tushunilgan. Deyarli barcha fuqarolarimiz agar ular pensiya yoshiga yetsa va yetarli ish stajiga ega bo'lsa, aynan mana shu yoshga doir pensiyani olishga haqli edilar. Masalan, fuqaro X butun mehnat faoliyati davomida o'tgan yil davlat korxonasida ishlagan bo'lsa, unga faqatgina bir turdagi, ya'ni yoshga doir pensiya tayinlangan. Uning mehnat staji va to'lagan ijtimoiy sug'urta badallari asosida ma'lum bir miqdor hisoblab chiqilar va har oyda to'lanar edi. Eng muhim cheklovlardan biri shunda ediki, agar bir shaxs bir vaqtning o'zida bir nechta pensiya yoki nafaqa olish huquqiga ega bo'lsa, qonunchilik odatda bitta turdagi to'lovni tanlashni talab qilardi. Bu degani shaxs mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlar ichidan o'ziga eng qulay yoki miqdori eng yuqori bo'lgan bir turdagi pensiya yoki nafaqani tanlash kerak edi. Masalan, agar fuqaro ham yoshga doir pensiya ham nogironlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lsa, ulardan birini tanlashi lozim edi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham yoshga doir pensiyani ham nogironlik nafaqasini ola olmas edi. Ko'pincha fuqarolar o'zlariga miqdori yuqoriroq bo'lgan nogironlik nafaqasini tanlashga majbur bo'lishar. Bu esa ularning ish staji uchun to'langan badallar hisobiga shakllangan yoshga doir pensiyasidan voz kechishni anglatardi. Yana bir misol, agar farzandining boquvchisini yo'qotgan ayolga boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa tayinlangan bo'lsa va u keyinchalik o'zining pensiya yoshiga chiqqanida ushbu ikki nafaqadan birini tanlash kerak bo'lardi. Bu esa ko'plab hollarda fuqarolarning moddiy ahvolini ancha murakkablashtirardi. Chunki bitta daromad manbai bilan barcha ehtiyojlarni qoplash qiyin edi. Jamg'arib boriladigan pensiyalar tizimi mavjud bo'lsa-da, u ko'pincha asosiy pensiyaga qo'shimcha sifatida emas, balki uning bir qismi yoki alohida kamroq e'tibor qaratilgan to'lov sifatida qabul qilinardi. Ba'zida bu mablag'larni olishda ham ma'lum bir cheklovlar va byurokratik to'siqlar mavjud edi. Endi nima o'zgardi? Yangi qonunchilik yoki hukumat qarori ehtimol fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida qonunga kiritilgan o'zgartirishlar ushbu cheklovlarni tubdan bekor qiladi va fuqarolarning ijtimoiy himoyasini yangi bosqichga olib chiqadi. Endi fuqarolarimiz bir vaqtning o'zida 3 tagacha turli xil ijtimoiy to'lovlarni yoki pensiya turlarini olish huquqiga ega bo'ladilar. Bu degani bir shaxsning bir nechta pensiya yoki nafaqa olishga asoslari bo'lsa, ularning barchasini bir vaqtning o'zida olish imkoniyati yaratiladi. Bu avvalgi yoki u yoki bu degan tamoyilning o'rniga ham u, ham bu, ham uchinchi degan yangi tamoyilni olib keladi. Ushbu uchta pensiya odatda quyidagi to'lov turlarini anglatadi. Asosiy davlat pensiyasi, yoshga doir nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. 2. Jamg'arib boriladigan pensiya to'lovlari. O't, boshqa ijtimoiy nafaqalar yoki ikkita asosiy davlat pensiyasini bir vaqtda olish, masalan, yoshga doir pensiya plus nogironlik nafaqasi yoki ixtiyoriy pensiya jamg'armalaridan olingan to'lovlar. Misol uchun, yoshga doir pensiya olayotgan shaxs agar u nogironlik bo'yicha ham belgilangan mezonlarga javob bersa, endilikda nogironlik nafaqasini ham olishi mumkin. Bu ikki asosiy davlat pensiya turini bir vaqtda olishga imkon yaratadi. Yoki jamg'arib boriladigan pensiya mablag'lari endi asosiy pensiyaga mutlaqo mustaqil va qo'shimcha sifatida bemalol to'lanadi. Uchinchi komponent esa ko'pincha ixtiyoriy jamg'arish, oilaviy nafaqa, maxsus ijtimoiy yordam to'lovi, masalan, yolg'iz keksalar uchun yoki boshqa bir ijtimoiy yordam turi bo'lishi mumkin.
Bu o'zgarishlar fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga va pensiya tizimini yanada adolatli qilishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, endi davlatimiz nafaqaxo'rlarning moddiy ahvolini yaxshilashga jiddiy e'tibor qaratmoqda va ularga bir necha manbalardan daromad olish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bu nafaqat ularning hozirgi turmush darajasini yaxshilaydi, balki kelajakdagi moliyaviy barqarorligini ham mustahkamlaydi. Yangi tizim zamonaviy ijtimoiy, iqtisodiy sharoitlarga moslashishga qaratilgan bo'lib, xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda yaratilgan. Bu o'zgarishlar pensiya tizimining shaffofligini oshirishga va fuqarolarga o'z pensiya mablag'larini boshqarishda ko'proq erkinlik berishga xizmat qiladi. Batafsil tushuntirish. Nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi pensiya turi asosiy davlat pensiyasi. Bu biz odatda pensiya deb ataydigan tur. Ya'ni yoshga doir pensiya, nogironlik bo'yicha pensiya yoki boquvchisini yo'qotganlik uchun tayinlanadigan pensiya. Bu har bir fuqaroning ish staji va daromadiga qarab hisoblanadigan, davlat tomonidan kafolatlanadigan asosiy to'lovdir. Masalan, erkaklar uchun olin yoshda, ayollar uchun 50 yoshda tayinlanadigan yoshga doir pensiya. Ushbu pensiyaning miqdori ko'p jihatdan sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidagi rasmiy ish haqingizga va to'plagan stajingizga bog'liq. Qonunda belgilangan minimal va maksimal miqdorlar mavjud. Agar sizning stajingiz to'liq bo'lsa, siz to'liq miqdordagi pensiyaga da'vo qilasiz. Agar staj yetarli bo'lmasa, u holda proporsional ravishda kamaytirilgan miqdor tayinlanishi mumkin. Bu pensiya to'lovlari odatda har oyning muayyan sanalarida sizning bank kartangizga yoki pochta bo'limlari orqali naqd pulda yetkazib beriladi. Bu har bir fuqaro uchun ijtimoiy kafolatning asosiy tayanchi hisoblanadi. Ikkinchi pensiya turi jamg'arib bo'riladigan pensiya, xalq tilida narxonaviy pensiya yoki ikkinchi ustun. Tizim ko'p yillardan beri mavjud bo'lib, uning mohiyati shundaki, har bir ishlovchi fuqaroning ish haqidan ma'lum foiz miqdorida. Masalan, 2004 yilda bu ko'pincha Bloomberg kompaniyasi tashkil qiladi. Ammo tarixan undan ko'proq bo'lgan va fuqaro ixtiyoriy ravishda ko'proq ajratishi mumkin. Shaxsiy jamg'arib bo'riladigan pensiya hisob varag'iga o'tkaziladi. Bu mablag'lar shaxsiy pensiya hisobingizda to'planadi va investitsiya qilinadi. Odatda davlat tomonidan boshqariladigan jamg'armalar orqali, masalan, Xalq banki orqali pensiya yoshiga yetganingizda bu jamg'arma mablag'lari sizga qo'shimcha to'lov sifatida odatda birdaniga yoki ma'lum muddatga bo'lib to'lanadi. Bu to'lov sizning asosiy davlat pensiyangizdan mutlaqo mustaqil. Ilgari ba'zi hollarda bu mablag'larni olish jarayoni murakkabroq bo'lishi yoki boshqa turdagi pensiya bilan to'g'ri integratsiyalanmasligi mumkin edi. Endi esa bu ikkinchi turdagi pensiya to'liq huquqli va asosiy pensiyaga qo'shimcha sifatida har qanday sharoitda olinishi kafolatlanadi. Bu sizning qo'shimcha moliyaviy yostiqchangiz, kelajag'ingiz uchun to'plagan shaxsiy mablag'ingizdir. Ushbu mablag'lar sizning mehnat faoliyatingiz davomida o'zingiz uchun to'plangan pullar bo'lib, davlat pensiyasidan farqli o'laroq, ularning miqdori to'g'ridan-to'g'ri sizning shaxsiy hissangizga bog'liq. 3. Uchinchi pensiya turi ixtiyoriy yoki maxsus to'lovlar, nafaqalar. Bu qism eng ko'p o'zgarishlarni o'z ichiga olishi mumkin. Chunki uchinchi pensiya aslida bir nechta narsani anglatishi mumkin. Asosan bu ilgari birga olinishi cheklangan to'lovlarni kombinatsiya qilish imkoniyatidir. Maxsus ijtimoiy nafaqalar, masalan, yakka yolg'iz keksalar, nogironlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun davlat tomonidan taqdim etiladigan maxsus ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovlari. Ilgari bu nafaqalar ko'pincha asosiy pensiya bilan birga olinmas edi. Ya'ni fuqaro ikkalasidan birini tanlashga majbur bo'lardi. Endi bu cheklov olib tashlangan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner o'zining yoshga doir pensiyasini olayotgan bo'lsa ham, agar u yolg'iz yashaydigan keksa bo'lsa va ijtimoiy yordamga muhtoj deb topilsa, unga yolg'iz keksalar uchun ijtimoiy nafaqa ham tayinlanishi mumkin. Bu uning oylik daromadiga sezilarli qo'shimcha bo'ladi. Nogironlik nafaqasi pensiyasi bilan yoshga doir pensiya kombinatsiyasi. Agar fuqaro ham yoshga doir pensiya olish huquqiga ega bo'lsa, ham nogironligi bo'yicha belgilangan mezonlarga javob bersa, endi u ikkala to'lovni bir vaqtning o'zida olishi mumkin. Misol uchun, 60 yoshli pensioner, unga yoshga doir pensiya tayinlangan. Keyinroq u og'ir kasallik tufayli guruh nogironligini oldi. Ilgari u ikkalasidan birini tanlash kerak edi. Odatda nogironlik nafaqasi ko'proq bo'lsa, uni tanlardi, lekin bu uning staji uchun to'langan badallarning inkor etilishi edi. Endi esa u ham yoshga doir pensiyasini
ham nogironlik bo'yicha nafaqasini olishi mumkin. Bu albatta fuqaroning moddiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va uning ikki huquqidan ham foydalanishga imkon beradi. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bilan yoshga doir pensiya kombinatsiyasi. Xuddi shu tamoyil boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun ham amal qilishi mumkin. Masalan, ayol turmush o'rtog'i vafot etgani uchun voyaga yetmagan farzandlarga boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. U o'zi pensiya yoshiga yetganida o'zining yoshga doir pensiyasini ham olishi mumkin. Ilgari bu to'lovlardan faqatgina birini tanlash kerak edi. Bu esa oilaning daromadini cheklab qo'yardi. Endi esa har ikki manbadan ham daromad olish imkoniyati ochiladi. Ixtiyoriy pensiya jamg'armalari. Bu odatda norasmiy ravishda 3-ustun deb ataladigan fuqarolar o'z xohishlariga ko'ra qo'shimcha pensiya jamg'armalariga pul ajratadigan tizim. Masalan, shaxsiy sug'urta kompaniyalari yoki norekredit tashkilotlarida ochilgan shaxsiy pensiya hisoblari. Bu mablag'lar faqat sizning shaxsiy xohishingiz va investitsiyalaringizga bog'liq bo'lib, davlat pensiya tizimiga bog'liq emas. Yangi qonunchilik bu turdagi jamg'armalarni davlat tomonidan tan olingan va qo'llab-quvvatlanadigan 3-manba sifatida e'tirof etishi mumkin. Hatto ularni soliq imtiyozlari bilan rag'batlantirish ham mumkin. Bu fuqarolarga kelajakda o'z moliyaviy barqarorligini yanada mustahkamlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Kimga juda muhim va kimga keragi yo'q? Kimga juda muhim? Bu o'zgarishlar birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki allaqachon pensiyada bo'lgan har bir fuqaro uchun muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, bir vaqtning o'zida bir necha turdagi ijtimoiy himoya choralariga muhtoj bo'lganlar, nogironligi bor, boquvchisini yo'qotgan yolg'iz keksalar uchun juda katta imkoniyatlarni ochadi. Agar sizda jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'i bo'lsa va undagi mablag'lar haqida unutib qo'ygan bo'lsangiz, albatta uni tekshirish vaqti keldi. Bu sizning qo'shimcha daromadingiz bo'lishi mumkin va moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu o'zgarishlar aynan hayotning turli bosqichlarida qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lgan shaxslarga qaratilgan. Kimga keragi yo'q yoki kamroq taalluqli. Yoshlar va ish faoliyatini endi boshlayotganlar uchun bu o'zgarishlar hozirgi kunda bevosita ta'sir qilmasligi mumkin, ammo kelajak uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning jamg'arib boriladigan pensiya hisoblariga e'tibor qaratish va imkon bo'lsa, 3-ixtiyoriy pensiya tizimlarida qatnashishni o'rganishlari zarur. Kelajakda ularning o'z pensiyalarini maksimal darajada oshirishlari uchun hozirdan puxta reja tuzishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, allaqachon maksimal miqdordagi pensiyani olayotgan va boshqa ijtimoiy nafaqalarga ehtiyoji bo'lmagan fuqarolar uchun bu yangilik unchalik katta o'zgarish olib kelmasligi mumkin, ammo jamg'arib boriladigan pensiya ularga ham tegishli bo'ladi va bu qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Real life misollar, raqamlar va vaziyatlar bilan. Misol 1, Oysha xola ko'p manfaatli pensioner. Oysha xola 62 yoshda 35 yillik ish stajiga ega. U butun umr maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning yoshga doir pensiyasi oyiga 1 million so'mni tashkil qiladi. Bu pensiya uning uzoq yillik mehnati va to'lagan ijtimoiy badallari hisobiga hisoblangan. Uning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ida yillar davomida 15 million so'm mablag' to'plangan. Yangi tizimga ko'ra, u bu mablag'ni birdaniga, masalan, kutilmagan katta xarajatlar uchun olishi yoki yilga bo'lib har oy 1025 so'mdan 15 oy qo'shimcha daromad sifatida olishi mumkin. Bu mablag' uning asosiy pensiyasiga mutlaqo qo'shimcha hisoblanadi. Bundan tashqari, Oysha xola yolg'iz yashaydi. Farzandlari chet elda va uning doimiy g'amxo'rlarga muhtojligi borligi sababli unga yolg'iz keksalar uchun ijtimoiy nafaqa ham tayinlangan. Bu oyga 300 ming so'm misol uchun bu miqdor qonun bilan belgilangan bo'ladi. Avvalgi holat Oysha xola faqat yoshga doir pensiyasini 1800 ming so'm olishi mumkin edi. Jamg'arib boriladigan pensiya mablag'ini olish uchun alohida arizalar yozishi va ancha qog'ozbozlik bilan shug'ullanishi kerak edi. Bu mablag' pensiya tarkibida ko'rilmasdi. Ijtimoiy nafaqa bilan pensiyani birga olish deyarli imkonsiz edi. Qonunchilik birini tanlashni talab qilardi. Shunday qilib, uning umumiy oylik daromadi 800 ming so'm bo'lgan. Yangi holat. Endi Oysha xola yangi qonunchilik asosida quyidagi 3 ta to'lovni bir vaqtda olish huquqiga ega bo'ladi. 1. Yoshga doir pensiya 1800 ming so'm. Jamg'arib boriladigan pensiya oylik to'lov 10 yilga bo'linsa
berim 5000 so'm. Yolg'iz keksalar uchun ijtimoiy nafaqa 300 ming so'm. Jami oylik daromadi 1800 ming plus 1025 ming plus 300 ming 225 ming so'm. Bu uning avvalgi daromadidan deyarli 425 ming so'mga ko'p. Bu kabi o'zgarish uning turmush darajasini, ayniqsa dori-darmon xarajatlarini qoplash va maishiy ehtiyojlarni qondirishda sezilarli darajada yaxshilaydi. U endi o'zini moliyaviy jihatdan ancha xavfsiz his qiladi. Misol 2. Aqmalaka nogironlik va yoshga doir pensiya kombinatsiyasi. Aqmalaka 60 yoshda. U qurilish sohasida 28 yillik ish stajiga ega bo'lgan. Unga ushbu staj uchun yoshga doir pensiya tayinlangan. Miqdori 1500 ming so'm. 28 yoshida esa u og'ir kasallik tufayli igin guruh nogironligini olgan. Uning nogironlik nafaqasi miqdori, misol uchun 20 ming so'm. Uning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ida mehnat faoliyati davomida 10 ming so'm mablag' bor. Avvalgi holat Akmal aka yoshga doir pensiya va nogironlik nafaqasidan birini tanlashi kerak edi. U ko'pincha miqdori yuqori bo'lgan nogironlik nafaqasini tanlardi. Ya'ni u har oy 620 ming so'm olardi. Jamg'arib boriladigan pensiya mablag'ini olish ham alohida harakat talab qilardi va asosiy pensiya tarkibida ko'rilmasdi. Umumiy oylik daromadi 1,6 ming so'm. Yangi holat endi Akmal aka yangi qonunchilik asosida quyidagi 3 ta to'lovni bir vaqtda olish huquqiga ega bo'ladi. 1. Yoshga doir pensiya 1,5 ming so'm. 2. Nogironlik nafaqasi 1,6 ming so'm yoki qonunchilikda ikkala pensiyani birga olganda qanday hisoblanishi aniqlangan bo'lsa, o'sha tartibda odatda bu ikkinchi nafaqa to'liq yoki ma'lum foiz miqdorida beriladi. Misol uchun hozir ikkalasini to'liq olishni faraz qilaylik. Chunki yangilikning asosiy mohiyati shunda. 3. Jamg'arib boriladigan pensiya birdaniga olsa 10 ming so'm yoki oyma-oy tabonuvchi 333 so'mdan 10 yilga. Jami oylik daromadi. Agar har ikkala pensiyani to'liq olsa va jamg'arilganini oyma-oy olgan bo'lsa, 1500 ming mulus 1633 so'm. Bu avvalgi holatdan deyarli 2 barobar ko'proq. Bu Akmal akaning dori-darmon xarajatlarini qoplashga, parvarishlashga sarflanadigan pullarga va turmush sharoitini yaxshilashga yordam beradi. Uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli moliyaviy yukni sezilarli darajada yengillashtiradi. Misol uchun, Dilnoza opaning oilasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi va shaxsiy pensiya. Dilnoza opa ayman yoshda turmush o'rtog'i vafot etganligi sababli voyaga yetmagan 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Miqdori 20 ming so'm. O'zi ham 20 yillik ish stajiga ega bo'lib, umrining katta qismini tikuvchilik sexda ishlagan. Uning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ida 8 ming so'm to'plangan. Avvalgi holat Dilnoza opa 25 yoshga yetganda o'zining yoshga doir pensiyasini olish huquqiga ega bo'lardi. Ammo u boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi va o'zining yoshga doir pensiyasidan birini tanlash kerak edi. Ko'pincha uning yoshga doir pensiyasi, masalan, 9 ming so'm boquvchisini yo'qotganlik nafaqasidan kam olishda davom etardi. Shuningdek, jamg'arib boriladigan pensiya mablag'lari ham alohida tartibda olinardi. Uning daromadi 1000 ming so'm bo'lgan. Yangi holat endi Dilnoza opa 55 yoshga yetganda yangi qonunchilik asosida quyidagi 3 ta to'lovni bir vaqtda olish huquqiga ega bo'ladi. 1. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi farzandlari voyaga yetguncha 1000 ming so'm. 2. O'zining yoshga doir pensiyasi 9 ming so'm. 3. Jamg'arib boriladigan pensiya oyma-oy 10 yilga bo'linsin. Ta'kid minoti 20 oy. Jami oylik daromadi 1000 lok 900 ming lok 667 ming 967 so'm. Bu uning avvalgi daromadidan deyarli 2 barobar ko'proq bo'lib, uning oilasiga yanada yaxshi sharoit yaratadi. Farzandlarning ta'lim tarbiyasiga ko'proq mablag' ajratish imkonini beradi va oilaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar bir-birini istisno qiladigan nafaqalar saqlanib qolishi mumkin. Garchi 3 ta pensiya olish imkoniyati ochilgan bo'lsa-da, ba'zi bir ijtimoiy to'lovlar va pensiya turlari o'rtasidagi o'zaro istisno qilish tamoyili saqlanib qolishi mumkin. Bu degani
barcha turdagi to'lovlar ham bir vaqtda olinmasligi mumkin. Masalan, agar fuqaro harbiy pensiya oladigan bo'lsa, u odatdagi fuqarolik pensiyasini olishga haqli bo'lmasligi mumkin. Chunki harbiy pensiya tizimi o'ziga xos qoidalarga ega va u ko'pincha fuqarolik pensiya tizimidan mustaqil hisoblanadi. Yoki alohida xizmatlar uchun tayinlangan maxsus pensiya turi boshqa ayrim nafaqalarni istisno qilishi mumkin. Chunki bu turdagi pensiyalar ko'pincha yuqori miqdorda bo'ladi va davlatning alohida e'tiboridan dalolat beradi. Bu nuanslarni tekshirish uchun har doim pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish zarur. Qonun matnini diqqat bilan o'rganish juda muhim. Chunki har bir qoidaning o'ziga xos talablari va cheklovlari bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar, masalan, bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqalar yoki xos qoidalarga ega bo'lishi mumkin va ularni boshqa pensiya turlari bilan birga olish tartibi aniq belgilangan bo'ladi. Qonunda 3 ta pensiya deganda aynan qaysi turlar nazarda tutilganini aniqlash juda muhim. U umumiy pensiya to'lovlari o'rtasidagi cheklovlarni olib tashlashni anglatsa-da, har bir maxsus holatni alohida ko'rib chiqish kerak. Hisoblash tartibidagi murakkabliklar 3 ta pensiyani bir vaqtning o'zida olish imkoniyati ularning umumiy miqdorini hisoblashda ba'zi murakkabliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi hollarda bir pensiyaning miqdori boshqa pensiyaning hisoblanishiga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni ular bir-biriga bog'liq tarzda hisoblanishi mumkin. Masalan, agar siz bir vaqtning o'zida ham yoshga doir pensiya, ham nogironlik nafaqasi olsangiz, ularning jami miqdori maksimal belgilangan chegaradan oshib ketishi mumkin. Bu holatda qaysi birining miqdori kamayishi yoki qaysi birining hisoblanish tartibida o'zgarish bo'lishi mumkinligini aniqlash kerak bo'ladi. Odatda qonunlarda eng yuqori miqdori saqlanib qoladi. Boshqasi esa unga qo'shimcha tarzda ma'lum foizi miqdorida to'lanadi kabi qoidalar mavjud bo'ladi. Shuning uchun har doim aniq hisob-kitoblar uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish lozim. Har bir fuqaroning individual holati, ish staji, ish haqi va unga tayinlangan pensiya turlari farqli bo'lganligi sababli umumiy formulani qo'llash har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Shuningdek, to'lovlar miqdori har yili inflyatsiya va iqtisodiy vaziyatga qarab qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ham hisob-kitoblarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Jamg'arib boriladigan pensiyaning to'lov shakli, jamg'arib boriladigan pensiya mablag'lari nafaqaxo'rga qanday shaklda to'lanishi ham muhim nuansa. Ular birdaniga har chorakda yillik yoki oylik to'lovlar shaklida berilishi mumkin. To'lov shakli va muddati ko'pincha pensiya yoshiga yetganda fuqaroning tanloviga bog'liq bo'ladi, lekin ba'zi cheklovlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar to'plangan mablag' juda kichik bo'lsa, u birdaniga to'lab berilishi mumkin. Chunki uni bo'lib to'lash ma'muriy jihatdan qimmatga tushishi mumkin. Katta miqdorlar esa ma'lum muddatga bo'lib to'lanadi. Masalan, 5 yoki 10 yil davomida. Bu sizning moliyaviy rejalaringizga qanday ta'sir qilishini oldindan bilish uchun jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish kerak. Pulni birdaniga olish, uni oqilona investitsiya qilish yoki yirik xarid qilish imkonini beradi. Oylik to'lovlar esa doimiy qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu esa byudjetni rejalashtirishda barqarorlikni ta'minlaydi. Qonunchilikka kiritilishi mumkin bo'lgan keyingi o'zgarishlar pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar o'zgari bilan qonunchilikka ham yangi o'zgartirishlar kiritilishi tabiiy holdir. Bugun tasdiqlangan qoida kelajakda yana o'zgarishi mumkin. Shuning uchun pensiya qonunchiligidagi yangiliklarni doimiy ravishda kuzatib borish juda muhim. Rasmiy manbalarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining qonun hujjatlari portali Lexuz yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga muntazam kirib turishni maslahat beraman. Bu sizga eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Vaziyatni kuzatib borish va o'z huquqlaringizdan to'liq foydalanish uchun faol bo'lishingiz kerak. Yangiliklardan xabardor bo'lish moliyaviy rejalaringizni to'g'ri tuzishga imkon beradi. Hujjatlashtirish va arizalar 3 ta pensiyani olish imkoniyatidan foydalanish uchun ehtimol qo'shimcha hujjatlar to'plash va tegishli arizalar yozish talab etilishi mumkin. Bu oddiygina avtomatik tarzda amalga oshmasligi mumkin. Ya'ni sizning tashabbusingiz talab qilinadi. Bu haqda keyingi bo'limda batafsil to'xtalamiz. Lekin bir pensiya turi uchun alohida hujjatlar talab etilishi mumkin va ularning barchasini to'g'ri rasmiylashtirish juda muhimdir. Masalan,
Nogironlik pensiyasi uchun tibbiy ko'rikdan o'tish va tegishli tibbiy xulosa olish kerak. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun esa o'lim guvohnomasi va oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Hujjatlarning to'liqligi va to'g'riligi arizangizning tez va muammosiz ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Amaliy maslahatlar qadam. O'z huquqlaringizni aniqlang. Nima qilishingiz kerak? Avvalo, sizga qaysi pensiya turlari tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlab oling. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, demak sizga yoshga doir pensiya tegishli. Agar nogironligingiz bo'lsa, nogironlik nafaqasi. Agar boquvchisi vafot etgan oila a'zosi bo'lsangiz, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi. Shuningdek, jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingiz borligiga ishonch hosil qiling. Chunki u deyarli har bir ishlovchi fuqaroda mavjud bo'lib, ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Qayerga murojaat qilish kerak? Bu savollarga javob olish uchun O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borishingiz yoki ularning ishonch telefonlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Mutaxassislar sizga individual holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot berishadi. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.kuz orqali ham dastlabki ma'lumotlarni olish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda siz o'zingizning ish stajingiz, jamg'arilgan mablag'laringiz haqida ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu sayt orqali ko'p hujjatlarni elektron tarzda ham olish mumkin. Qadam, hujjatlarni to'plash. Nima qilishingiz kerak? Har bir pensiya turi uchun alohida hujjatlar to'plami talab qilinadi. To'g'ri hujjatlar to'plami ariza topshirish jarayonini tezlashtiradi. Asosiy pensiya, yoshga doir, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, pasportingizning asl nusxasi va nusxasi, mehnat daftarchangizning asl nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma oxirgi 10 yil yoki eng yuqori daromadli 5 yil uchun, nogironlik uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik uchun o'lim guvohnomasi va farzandlarning tug'ilish guvohnomalari, jamg'arib boriladigan pensiya, pasportingiz, shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ining raqami. Agar sizda bunday raqam bo'lmasa yoki qayerdaligini bilmasangiz, pensiya jamg'armasidan yoki Xalq bankining hududiy filiallaridan bilib olishingiz mumkin. Ular sizga hisobvaraqdan ko'chirma berishlari shart. 3-turdagi ixtiyoriy maxsus pensiya, nafaqa. Bu turdagilar uchun talab qilinadigan hujjatlar uning turiga bog'liq. Masalan, yolg'iz keksalar uchun ijtimoiy nafaqa uchun yashash joyingizdan ma'lumotnoma, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma o'zini o'zi ta'minlay olmasligini tasdiqlovchi tibbiy yoki boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar ixtiyoriy pensiya jamg'armasi bo'lsa, u holda o'sha jamg'arma bilan tuzilgan shartnoma va hisobvaraqdan ko'chirma. Muhim eslatma, barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda notarial tasdiqlangan nusxalar talab etilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan qaysi hujjatlar kerakligini aniq aytib berishadi. Ularning tavsiyalariga amal qiling. Qadam, arizalarni yozish va topshirish. Nima qilishingiz kerak? Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng har pensiya turi uchun alohida ariza yozishingiz talab qilinishi mumkin. Yoki yangi qonunchilikka ko'ra umumiy ariza orqali barcha tegishli pensiya turlarini tayinlash so'ralishi ham mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu borada to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishadi va arizalarni to'ldirishda yordam berishadi. Arizani pensiya jamg'armasining hududiy bo'limida to'ldirishingiz yoki ularning veb saytidan yuklab olib, oldindan to'ldirib borishingiz mumkin. Arizada barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq ko'rsatishga harakat qiling. Qayerga borish kerak? Hujjatlar to'plami va arizalar bilan shaxsan pensiya jamg'armasining o'zingiz yashayotgan tumandagi yoki shahardagi bo'limiga murojaat qiling. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng ularning qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat, ro'yxatdan o'tkazish raqami va sanasi ko'rsatilgan olishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi va sizning arizangiz ko'rib chiqilishi monitoringini yengillashtiradi. 4 jarayonni kuzatish. Nima qilishingiz kerak? Arizangiz ko'rib chiqilish muddatini bilib oling. Odatda bu 10 ish kunidan 30 ish kunigacha bo'lishi mumkin. Ammo murakkab hollarda muddat uzaytirilishi mumkin. Agar belgilangan muddat ichida javob olmasangiz yoki qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinsa, pensiya jamg'armasi bilan qayta bog'laning. Jarayonni kuzatib borishda faol bo'ling va o'zingizning murojaatingiz holatini tekshirib turing.
Ba'zan kichik bir hujjat yetishmasligi butun jarayonni sekinlashtirishi yoki to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi xodimlarining qo'shimcha so'rovlariga tezkor javob berishga harakat qiling. Ularning har qanday iltimosini bajarishga tayyor bo'ling. Bu yangilik haqida sizning fikringiz qanday? Siz ham ushbu o'zgarishlardan foydalanishni rejalashtiryapsizmi? Qaysi pensiya turlarini olishga umid qilyapsiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bizning jamoamiz sizning savollaringizga javob berishdan mamnun bo'ladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.